Assalomu alaykum, olmayapman. Nima qilyapsiz? So'ra, bering, keliniz qiladi, nima qilyapsiz? Ish qilyapti, o'zim chichqonlar haydayapman. Chichqonlar nima qiladi? Domda teshib, patologiyaga tushib ketibdi. Nima qilsa bo'ladi endi? Endi haligi yana bitta bor reklama qilayotgan. Ashundan quydirib yubormasa bo'lmaydi endi. Xudo bosganmiz, bo'laveradimi? Bo'laveradi, ustidan quydirib yuborsa bo'laverar ekan. Andijonda o'rtog'nikida quyapti ekan hozir. Andijondami? Andijonda. Borib hozir gaplashib kelaman, ona. Nomeri bor, beraman, o'shani nima qilib gaplashib ko'rib kechi o'zing ustida. Xo'p, ona. Bitta savol bilan kelyapman. Bizning uyimizda bir 30 yil oldin tom yopganmiz. Somonli loy qilib. Endi u mahal bu narsa bo'lmagan. Aka hozir shuni tomga sizdan yorilib ketgan, ilma teshib yop ketgan o patologlarimizda chichqon bishonlar payga o'ynayapti aka. Diqqat qilyapti, g'isir qilibdi, o patolog ham tushib ketadi. Shunga aka o'sha loyni ustidan ham urib beraverasizlarmi? Bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa, shunday loyni ustidan ham solib berilyapti. Undan tashqari stashkalar ham qilib berilyapti. To'plipolni tagiga stashkasi, utlipoli o'z billa ketyapti hamma yo'g'i. O'shani qilib berilyapti. Aka buni eshitishim bo'yicha kvadrati 45 mingdan vodiy bo'ylab yuribsizlar ekan. Vodiy bo'ylab 45 ming so'm. Hamma narsasi o'zimizdan. Tagiga solinadigan materialimiz, sement, qum, hamma o'zidan. Uyda egasidan faqat sveti, suvi, abetini qilib bersa bo'ldi endi. O sementlargacha u hamma uni o'zingiz olib kelasiz. Ha, o'zimizdan. Ichida hamma yo'q, ichida. Hozir shunda bizni eski tomimiz ustidan ham bosib beraveramiz. Bosib beraveramiz. Uni puli aylanishib qolmaydi-da. Yo'q. Narxiga qizig'i yo'q aka. Ichib kelishaveramiz, misol uchun sal arzonroq qilib berishimiz ham mumkin. Gap yo'q aka. Holatiga qarab turib arzonroq qilib beraverasizlar aka. Bu narsani Rossiyada bosishardi aka, tunukalar tagiga. O'shandan-da bu yo'q. O'shandan bo'ladi. Rossiyada havo o'tkazadi, taxtalar chiritmaydi, xudo xolasa aka. Yevropa, Rossiya davlatlari ponni shu narsani ishlatadi. Shu havo o'tkazadigan narsa bu. Izospan deydi materialimiz. Buxoroda qarindoshlarimiz bor aka. Buxoroga ham borilaveradi, xudo xolasa. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab borilaveradi. U tomonlarga endi jicha-picha yo'l kiramiz. Qancha emas, aka, ozgina qo'shilib qoladi shu. Gap so'zi aka telefon nomeringizni yozib qo'yaman. Mana shu quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Akalarimiz xudo xolasa ishlaringizni bitirib beradi. Beton hozirda qulayligi loydan ko'ra afzalli. Bizni misol uyimiz 20-30 yil oldin qilingani, yorilib ketgan, teshilib ketgan, chichqonlar teshib yuborgan. Bu narsani hech qachon teshalmas ekan. 7 santimetrdan 10 santimetrgacha urib berishar ekan. Tomlarga ham, nimalarga ham, pollarga ham, xudo xolasa. Polga jicha balandroq uradi. Balandroq bo'ladi. Xudo xolasa puli bir qiladimi? Yo'q, puli jicha nima bo'lib qoladi? 3-4 ming. Biz nomimiz ochgan o'tib berasiz. O'tib beramiz. Akalarga aloqaga chiqaverasizlar, jigarlar xudo xolasa uylarni chiroyli qilib bitirib berishadi.